2026 yil yaxshi niyatda litsenziyalangan firmada umra safariga bormoqchiman. O'zi narxlar qancha bo'lyapti, qayerdan reyslar bor degan obunachilarimiz videomiz o'tkazib yubormaysizlar. Xudo xolasa sizlarga chiroyli qilib yetkazib berishga harakat qilamiz ma'lumotlarni. Bugun Hikmat Travel Abdug'offor aka oldilariga yetib kelganmiz. Shu videomizga bittadan like bosib, bizni qo'llab-quvvatlab, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysalaring, birinchilardan bo'lib chiqarayotgan yangi videolarimizni ko'rib borishlari mumkin bo'ladi, xudo xolasa. Bizni qo'llab-quvvatlab turinglar. Sizlarga qachonga reyslar bor, narxlari qancha bo'lyapti o'zi, sharoitlari qanaqa, hammasini sizlarga to'liq qilib ma'lumotlarni berishga harakat qilaman. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Aka, endi biz obunachilar uchun o'zi 14 kunlik umra safari ichiga nimalar kiradi aka, narxlari qancha bo'lyapti, to'lov shartlari qanaqa, bitta to'liq qilib ma'lumot bering aka. Xo'p, bo'ladi. Xo'p, sharoitlardan boshlasak, sharoitlarimiz Madina Munavvarada 200 metrdan 400 metrgacha gastinisalarimiz uzoqligi. Xo'p, Makka Mukarramada 1 kilometrdan 2,5 kilometrgacha gastinisalarimiz. Qaysi biri bo'sh bo'lsa, shunga tushasizlar, xudo xolasa. Samal Mis bittasining nomi Darbuniya. Xo'p, avtobus xizmatlari yo'lga qo'yilgan. Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Xo'p, bundan tashqari Madina Munavvara ziyoratlari, Makka Mukarrama ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati ham bu turimizni o'z ichiga olgan, xudo xolasa. Xo'p, bundan tashqari 50 bosh xizmat, 50 boshimiz birga borib, birga kelishadi. Aeroportdan firma tomonidan kamzil so'mka bejik beriladi va qaytilayotganda 5 litr zamzam suvi bonus sifatida qo'shib beriladi, xudo xolasa. Zo'r. Xo'p, to'lovlari qanaqa bo'ladi deydigan obunachilarimiz uchun va qaysi kunlari bor deydigan obunachilarimiz uchun kunlari Toshkent yo'nalishi bo'yicha kunlarimiz avgust oyini deyarli har 2 kunda bor. Mana masalan 8-avgust, 12-avgust, 13-avgust, 15, 19, 20, 22, 26, 27, 29-avgust kunlari reyslarimiz bor. Xo'p, Toshkent reysimizning narxini $960 qilib beramiz, xudo xolasa. Xo'p, bizga vodiydan kerak deydigan obunachilarimiz uchun Farg'ona reyslarimiz bor. Farg'ona reyslarimiz kunlari 12-avgust, 13-avgust, 19, 20, 26, 27-avgust kunlari reyslarimiz qo'yilgan. Buni narxini $1015 qilib beramiz, xudo xolasa. Xo'p, to'lov masalalari qanaqa bo'ladi deydigan obunachilarimiz uchun to'lovlarimiz xohlasalar ofislarimizga kelib to'lov qilinglar. Ofislarimiz respublikamiz 3 ta viloyatlarida bor, Toshkentda bor, Andijonda bor, Farg'onada bor. Bizga uzunlik qiladi deydigan bo'lsalaring, shu nomerlarda Telegram, WhatsApplarimiz bor. Aloqaga chiqsalaring, onlayn joylarni bron qilsalaring ham bo'ladi. Xo'p, shu kanalimizda yangi bo'lsangiz agar obuna bo'lib qo'ysangiz, like'larni bosib qo'ysangiz, Hikmat Travel'dagi eng so'nggi yangiliklarni har kuni qo'yib boryapmiz. Xudo xolasa iloji boricha yangiliklardan boxabar bo'lib turasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.